Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü dersimiz hem de vakit ve ömür hakkında olsun. Yeni yılga qandaq qaraysiz degan mesele üstüde. Onundan ömrümüzde qandaq uzata alaymiz. Şu to'g'rida to'xtalaylik. Nurg'un kishilar yangi yil kirganligi munosabati bilan xushallanadi. Xushallik tantanasi qiladi, ba'zi bayram qilishadi. Har qanday bir vaqtda xushal bo'lish har bir insonning haqqi. Ammo yangi yil munosabati bilan xushal bo'lishga tegishli ish dal Alloh taolaning bizga ömür berib, tinimizni saq qilib, bizni mushu yangi yilga yetkazganligidir. Buningga albatta Allohga shukr qilish kerak. Buna xoşal buluş bizden hakkımız bulgandek Allah Teala'ya şükür kılış bizden burcumuz. Çünkü ömrünü ve xoşallıkını ata kılgan zat Allah Teala. Hem de yeni yılda kıldığan işler. Yeni yılda her bir Müslüman adamın kılışka tegişlik işi Allah Teala'ya şükür kılış bilen birge özüden özü hesap ediş. Çünkü aslida yeni yılın kirganligi bir tarafdan bizning saq-salomat mushu kungacha yashaganligimizga xushal bo'lish bo'lsa, yana bir tarafdan o'tib ketgan bir yil ichida Alloh taoloni rozi qilgudak va o'zimizni xushal qilgudak qanday yaxshi amallarni qila oldik. Bu yil ichida qanday yomon ishlarni qildik va qanday kamchiliklarni sodir qildik. Bularni aqlimizdan bir-birlab o'tkazib, yaxshi qilgan ishlarimiz uchun xushallanib Allah Teala'ya şükür kılışımız, yaman kılgan işlerimiz için tövbe kılıp Allah Teala'nın rahmetinden ümit kütüşümüz lazım da. Çünkü yeni yıl kirdi diyenlik ömrümüzden bir yıl kıskardı, ecelimiz bir yıl yakınlaştı diyenlik. Yeni yıl aslında hoşallık emez, belki gamkinlik. Özünü silkeş, gafletten uyguniş beyti. Yani çünkü ömrümüzden bir yıl ketti diyen gapta. Yeni yıl ötüp ketken yıl yoki yıllarını gaflet bilen ötküzüyotgan bo'lsak, oldimizdagi yıllarını ma'nilik ve neticelik ötküzüş için bel bağlaydigan bir payt. Yeni yıl ötüp ketken yıl yoki yıllarda Allah Teala'nı razı kılgudak, insanlarını memnun kılgudak, vicdanımızı rahatlandırgudak, yaxshi ishlarni qilolmagan bo'lsak, oldimizdagi yıllarda bu işlerini qo'ldan bermaslik uchun özümüzge özümüz va'da berishmaydi. Yeni yıl ötüp ketken yıl yoki yıllarda ailemizdekilerinin, hizmetdaşlarımızın, qo'shnilarimizning, urug' tuqqanlarimizning qadrini bilmagan va ularga unutulmaz xo'shalliklarni taqdim qilolmagan bo'lsak, oldimizdagi yillarda bu ishlarni vujudga chiqarish uchun niyat qilishmaydi. Yeni yıl özümüzden özümüz hesap aladigan, özümüzge baha beradigan vaqt. Agar biz özümüzden özümüz hesap edip kamchil taraflarimizni to'liqlab gunohlarimizga tövbe qilib tursak, bizning yukimiz yengillashib qoldi. Alloh taolaning oldida hesap berishimiz o'ng'aylashadi. Endi bizning ajdodlarimiz ömür atgan o'q degan. Ajdodlarimiz vaqtning va ömrning qimmatini va uning intayin qisqaligini bilganlikdan bu so'zni degan. Bu nayte hikmetli bir söz. Demesi bu, İslam'ın dastlabki çağlardagi o'lgulik musulmonlar vaqtning, ömrning qadrini nayet yaxshi bilgan. Ömrünün hech bir soatining ma'nisiz, savobsiz, yani savoblik amalsiz o'tib ketishiga qat'iy rozi bo'lmaydi. Burungi o'lgulik zotlardan Hasan Basri bizning oramizdagi kishilar o'zining ömrünü ve vaktini oltin kumushdan qimmat biladi degan. Yani oltin kumushdan qimmat biladi degan. Amaliyati shundoq ömür ashishlar qimmatli hamdi. Chunki yetib ketgan pulni, zoyolab ketgan pulni ishlab topib buldi. Ammo zoyolab ketgan vaqtni necha ming dollar haylab qaytib kelgili bo'lmaydi. Ketgini ketdi. Şuna ömrünün, vaktinin kıymetini biliş gerek. Endi yeni yıl bayramının kelip çıkışı.
Yangi yil bayrami Isa alayhissalom tug'ilgan yilni qutlash uchun xristianlar yo'lga qo'ygan diniy bayram bu. Uning faoliyati xristianlarning bir-biriga sovg'a taqdim qilish, yeşil daraxtni tiklash, aile bo'yicha xo'shallik tantanasi qilish, Noel papaninki taqlidini yasash bilan bo'ladi. Bu bayram Christmas deb atildi. Isa alayhissalomning tug'ilgan vaqti aniq emas, ammo xristianlarning Yevropadagi Protestant mazhabi yana Katolik mazhabi 25 dekabrni qaralashtirgan bo'lsa, Sharqdagi Ortodoks mazhabi yanvarning 7-kunini qaralashtirgan. Ya'ni shu kunda tug'ilgan deydi. Yani miladiyaning 220-yilga kelgichilik xristianlarda bu odat yo'q edi. Yani ular İsa alayhissalomni tug'ilgan kunni xotirlaydigan bunday bir bayram yo'qdi unda. Yangi yil bayrami deb yo'qdi. Shu yili xristian olimlari İsa alayhissalomni miladiyaning 29-yili 25-mart kuni darg'a esib o'ltirilgan deb qaralashtirgan. Keyingi xristian olimlari İsa alayhissalomni miladiya 33-yili 3-aprel kuni darg'a esilgan deb qaralashtirgan. Tarixda tunji qatim 14-asrda Konstantin imperatorining zamonida, ya'ni shu İstanbuldagi imperatorlik 25-dekabrni İsa alayhissalomning tug'ilgan kunini xotirlash bayrami deb bekitgan. Çünkü Rimliklar Hristiyan dinini qabul qilishdan burun her yili 25 dekabr günü Quyosh ilahi deb sanıladigan Bol Invictus'ning tug'ilgan kunini xotirlaydi. Ular Hristiyan dinini qabul qilgandan keyin bu odatni Hristiyan diniga kirgizgan. Andın yıllarning o'tishi bilan bu odat Hristiyan dinining eng ahamiyatli diniy bayramlardan bo'lib qolgan. Ya'ni demak, xristianlarniki hozir qilayotgan Christmas degan bayrami asli o'zining bayrami emas. Buni buddistlarning akagan, buddistlarning uli o'rgangan. Endi bizning ba'zi musulmonlar ashuni yana taqlid qilib yurganyapti. Bu shuni qutlaydigan musulmonlar xristianninki deb qilyapti, asli xristianning emas, asli buddistlarning kelib chiqqan. Quyosh ilahini xotirlashdan kelib chiqqan ishimdir. Endi yangi yil bayrami shu bizning emas endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni boshqa dindagilarning diniy odatlarini do'rashdan to'sib, mushriklarga o'xshab qilishni saqlaninglar degan. Bu hadisning ma'nosi mayli qaysi dinda bo'lsin, musulmon emaslarni doğramanglar, ularni qilganlarni qilmanglar, deginni demanglar, yeginni yemanglar demakchi hamda. Ularga o'zinglarni o'xshatmanglar deganlik. Mushriklarga xos emas bu. Hadisda mushrik so'zining tilga ilinganligi avvalgi musulmonlar aslida mushriklar oilasidan kelib chiqqanligi. Chunki shu chaqda Rasulullohning zamonida Rasululloh payg'ambar bo'lib kelishdan burun hammasi mushrikdi. Mushriklarning oilasidan chiqqanligi, mushriklik muhitida o'sib cho'ng bo'lganligi va ularning ko'proq mushriklar bilan uchrashib qolganligi sababdan mushriklarni doğramang degan gap. Asli kofirlarni doğramanglar deganlik bo'ldi ma'nosi. Bundan bizning oldigan ibratimiz, ömrünüzün qimmatini bilsangiz her gününüz bayram. Yani ömrünün qimmatini Allah Taala bizga ato qilgan mush tan saqligi, mush ömür, mush xo'shallik, mush tiniqimiz, mushlarniki hammasi agar qimmatini bilsak, her günümüz biz uchun bayram. Ömrünüzde o'tgan her bir daqiqa sizni qabrga yaqinlashtiradi. İkinci ömrünü yaratish her bir insanın qo'lidagi ish. Yani her bir insanın bir ömrü buldu. Allah Teala onu ya 70 yıl, ya 80 yıl, ya 100 yıl dikti deyine. Şu ömrü ölüsüne var. Bazı insanlar şu ömrü içinde özünün ikinci ömrünü yaratıp koydu. Yusuf Has Hacib'dek, Mehmet Kaşkır'dek, Buğra Han'dek, Muhammed Emin Buğra'dek, Sabit Damullam'dek mesela. İkinci ömrünü yaratıp koydu. Bu ikinci ömrü aşı halkının tilde dastan bulup devam kıldı. Yani ömrünü qandaq uzata alaymiz? Arab şairlerden biri birovning qoldirgan izleri onun ikinci ömrüdür degan ekan. Qoldirgan izi ikinci ömrü. Xuddi o adam yaşagandek, şu adamni yaşitimiz o mesela.
Şununga o'xshash. Hammamiz bilimizki hayot intayin qisqa. Biz aql hushimizni tepib bo'lg'uchilik yeshimiz bir yergacha berib qoldi. Dunyodagi eng qimmatli narsa ömrimiz. Ömrimiz shunchalik qimmatli. Hatto minut, sekundlar bilan sanoqli tursa-mu, ko'pinchamiz uni ahamiyatsiz ishlar bilan zoya qilyapmiz. Hamma odam uzun umr ko'rishni orzu qildi, ammo intayin oz kishilarla uzun yashay oladi. Ya'ni ömrni barakatli va ma'nili o'tkazib, asligidek izlarni qoldirib ketaoladi. Aslida muhim bo'lgani uzun umr ko'rish emas, iz qoldirib keyingilarning qalbida yashash. Eng muhimi shu. Hayotidan iz qoldirib keyingilarning qalb qatlarida o'zlarini yashata olgan kishilar haqiqiy yashagan odamlar. İz qoldirish va avlodlarning qalbidan o'rin olish uchun uzun umr ko'rish shart emas. Tariximizdagi eng mashhur shaxslarning biri bo'lgan Sultan Bug'roxon 34 yil umr ko'rgan. Yaqinqi zaman Uyg'ur tarixida chaqnagan yulduzlarimizning orasida Ahmadjon Qosimi 35 yil, Abduxoliq Uyg'uri 32 yil, Mamtili To'piq 36 yil, Lutfullo Mutallib 23 yil umr ko'rgan. İslam tarixiga qarayotgan bo'lsak-mu, İmam Şafii 54 yil, İmam Navaviy 45 yil, Muhammed Fatih 49 yil umr ko'rgan. Ammo ularning nomi hech o'lmagan va nomlari tarixga uyilib ketgan. Biz ömrimizni son jihatdan uzarta olmasak-mu, natijalarimiz bilan cho'qim uzarta olamiz. Biz mangulik ömür sürelmesek-mu, bizga berilgan mushu ömürden eng yaxshi foydalanib, uni mangulik qila olamiz. Tarixda iz qoldirgan kattalarning hammasi odatdagi kishilarga o'xshashla cheklik ömürga ega edi. Ammo ular qo'lga keltirgan natijalar hargizmi odatdagi ishlar emas. Muhim bo'lgani sizning ularga o'xshash bo'lishingiz emas, balki kundulik vaqtingiz, ömrünüz qanday ishlar bilan zoya bo'lib ketayotganligini bilishingizdir. Bilimizki ömür Allah'ın ilkida. Uni o'zi qanday belgilgan bo'lsa, shunday bo'ladi. Biz ömrni son jihatdan o'zgartira olmaymiz, ammo ma'na va barakat jihatdan o'zgartira olamiz. Buning bunda ikki yo'li bor. Birinchisi sog'lom turmush usuli bo'yicha yashash. Ya'ni tan saqliqqa ziyonli bo'lgan yomon odatlarni yiroq turish. Oqshimi burun yetib, sahar turish. Oz yeb, ko'p harakat qilish. Özümüzni ve başkalarını xoşal qilishga ahamiyat berish. Xoşal yurish. İkincisi, muhim ve foydali ishlar bilan bo'lib, behuda ishlardan ve her türlü vaqt isrof qilishdan yiroq turish. Gerçi ömrümüz ilkimizde bo'lmasa-mu, uni qanday qo'llanish bizning ilkimizda. Dunyoga kelish bizning ixtiyorimiz bilan bo'lmasa-mu, qanday yashash bizning ixtiyorimizga ish. Şuna hayatımızı mengu yaşaydıgandek faaliyetçan qilishmo bizning ilkimizde. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet qayim bo'lgan taqdirdimi qulinglardagi ko'chatni tikib etinglar degan. Yani aka qiyomat bo'ldi desimi qulingdagi ko'chatni tikib etgan. Kanadada elib berilgan tadqiqotda deyilishicha bir adamның ömrünü 80 yıl deb faraz qilganda, o karvat ustida o'yg'oq o'tkazadigan kundulik bir qancha minutlik vaqti uning ömridan 7 yilni elib ketadi ekan. Ya'ni uxlashdan burun uyqumuz kelmay, uni buni ko'rib yoki ko'zimizni lapildatib yotamiz ya. Ashuning o'zi 80 yoshlik bir odamning 7 yilni elib ketadi ekan. Agar o kishi uxlashning oldida zikr aytish, duo qilish, kitob o'qish, o'tgan shu bir kunlik hayoti haqida o'z-o'zini hisob qilish degandek mashg'ulotlar bilan bo'lsa, shu 7 yilni bekor o'tkazmagan bo'ladi. Bekor ketmagan bo'ldi. Germaniyada elib berilgan tadqiqotda ko'rsatilishicha, normal ömür ko'rgan bir odamning
11 yıl ömrü televizor ko'rish bilan o'tib ketadi ekan. İnternet, yanfon, ijtimoiy taratqular bilan o'tadigan vaqtimizni qo'shganda bu son hasrab eshib ketadi. Yani 11 yıl degani televizor uchun degan gap. Bu hakikaten cho'ng bir fojia. Yosh vaqtimizda buni his qilmaymiz. Chunki bizning aldirashchiligimiz bizga bu haqda o'ylash fursati bermaydi. Ammo yosh ilgirlagan sari ömrümüzün en kıymetli çağlarını arzimas işler bilen ötküzüp etkenlikimizni bilimiz, bazı kolumuzun işlep kalmaz. Bir adam 80 yaşga kirgiçe kunde 8 saatten uxlagan bolsa, bütün ömrünün 27 yılını uyku bilen ötküzgen boldu ekan. Eğer o kuniga 8 saat uxlashning o'rniga 7 saat uxlasa, bir yılda 365 saatini tejab qolgan bo'ldi ekan. Bu bütün hayotning 40 oyga teng keldi ekan. Vaqtni tejash uni eng foydali ishlarga ishlatish, ömrni uzatishning yo'li va donolarning xislati. İslam tarixida qoldirgan asarlarning ko'pligidan asarlari ömrünün her bir kuniga 90 bettin to'g'ri keladigan azimatlar o'rin olgan. Shunday olimlar bo'lgan. Hozirgi zamonda bu shunday azimatlar az emas. Masalan, Suriyada bir olim o'zining 22 tomlik cho'ng hajmlik asarni har kuni namoz bomdatdan keyingi 2 soatlik vaqtni foydalanib 8 yilda yazıp çıqqanligini aytadi. Yani kundulik o'zining qiladigan ishiga, mashg'ulotiga ta'sir yetkazmay, faqat atdiganlik 2 soatni sarf qilish orqali 8 yil izchil ishlabdi, 22 tomlik bir kitob yozib chiqibdi. Yuqorqilarning aksicha yer yuziga va boshqalarga yuk bo'lib yuradigan, hech qanday insonga foydasi bo'lmaydigan aşında bir insanlarmı var. Allah Teala ulanınki yamanlıqdan saklasın ve ulanı ıslah kılsın deyimizde. Yani sizge takdir kılgan ömrünüzü uzatılmaysınız. Ama onu neticeleriniz bilen mengüleştireleysiz. Dünyaya giriş sizden ihtiyarınızdaki iş emez. Ama kandak yaşaş sizden ihtiyarınızdaki iş. Hayatınızda ötüp ketken her bir gün sizden bir parçanızı elip gididi. Çünkü siz xuddi İmam Hasan Basri aytgandek vaqtdan tarkib topgan bir mavjudat. Hasan Basri radhiyallohu anhu degan ki odam vaqtdan tarkib topgan. Vaqt her bir ötüp ketken bir vaqt onun bir parçasını elip gididi degan. Yani vaqtning qimmatini ajoyib yaxshi tushungan olimlar. Şuna vaqtimizningki qimmatini bilayli. Bunda hisobot etib baqayli. Mesela yeni yıl keldimi? Yeni yıl kelgan tamam. Bir yıl o'tib ketdi. Mushu bir yilning ichida men qanchalik yaxshi ishlarni qila oldim. Oilam bilan qanchalik o'ltirib, kitob o'qib, yoki duo qilib, yoki namoz o'qib, oilam bilan xushal-xuram qanchalik vaqtni o'tkazardim. Biz qanchalik jiq vaqtni oilamizdan shunchalik o'tkazalisak, bu biz uchun shunchalik yaxshi. Inson o'ladigan vaqtida uningki kashki va hani bu shunday qilibdimi deydigan ikki dona nimasi bo'ldi ekan. Hani bu shunday qilibdimi degani aşıq qilgan yaxshi ishlari, oilasi bilan jiqroq vaqt o'tkazaliganligi, balalarınki qalbidan yaxshi o'rin olganligi, insoniyatga yaxshilik qila olganligi, Alloh taolaning diniga xizmat qila olganligi va islomga mansub bo'lgan shaklda haqiqiy bir musulmon bo'lib, islomga vakillik qilib, yaxshi yashay olganligi uchun hani bo'lsa shunday qilibdimi deydi ekan. Bunday ishni qila olmaganlar, kashki shunday qila olgan bo'lsam deydi ekan. İnsan çoxum şu ikkisini birisini deydigan, yoki hani bo'lsa deydigan, yoki kashki deydigan. Alloh taolo bizni hani bo'lsa shunday qilibdiman deganlarning qatoridan qilsin. Ya'ni ömrimizningki
vaqtimizningki o'tib ketishidan bo'lib uning qimmatini biladigan ashuna qimmatli ishlar bilan to'ldiradigan kishilarni qilsin. Amin.